100% o'zbek pilovi bu Uskudarda, ya'ni Istanbulda 120 liraga samsalar ham bor. Yangi kafeni abzor qilamiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, mashinalar ham Toshkentga. Eng qizig'i, bu kafeni 23 yoshli toshkentlik ukamiz ochganlar. Agar sizga qiziq bo'lsa, yozib qoldiring. Bu kishi bilan to'liq YouTube uchun intervyu olamiz. Qanday bo'lgan, qanaqa qiyinchiliklarda o'tgan, hammasini batafsil ko'rsatish niyat bor. Ketdi. Tandirim ismi jismiga mos bo'lgan kafe oshxonadan kirishda issiqqina tandirda issiqqina somsalar kutyapti. Oshpaz akamiz esa bizga lag'mon tayyorlashni master klassini ko'rsatdilar. Sochni mantularni aytmaysizmi? Osh esa alohida mavzu. Bilasiz, Istanbulda o'zbek kafelari va restoranlari juda ko'p, lekin haqiqiy Toshkent to'y oshini qiladigan yagona shu bo'lsa kerak. Xullas, qanchalik ta'riflamay, sizga na ta'mi boradi va na qorningiz to'yadi. Shuning uchun bir kelib ketadigan joyi. Saloni juda ham shinam ikki qismga bo'lingan, hatto bolajonlar o'ynaydigan joyi bor. Kafening yana bir afzal tarafi o'zbek taomlaridan boshqa turklarni eng sevgan bo'rak, po'g'acha, simit va boshqa pishiriqlari bor. Buncha mazali taomlardan keyin albatta desertlar va ularni xilma-xilligini aytmasak ham bo'laveradi. O'zimizni achiqina ko'k choy deysizmi, turklarni bardak choyi bilan suhbatingiz yanada shirinroq bo'ladi. Bu reysni mazzaxo'rak o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Kafeni asoschisi bilan intervyu qiziqmi, yo'qmi? Izohlarda albatta fikringizni yozing.